Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, muavin raisi Parat Yo'ronqosh, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligining rais vakili Sirojiddin Azizi, Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif birligining raisi Abdurahmon Abdullah qatorliqlardan tarkib topgan bir hay'at 28 dekabr kuni Yevropadagi eng zo'r turk islom tashkilotlarining biri hisoblangan Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining Germaniyaning Köln shahriga joylashgan markaziy organini ziyorat qilib, tashkilot raisi Kamal Ergun boshchiligidagi asosliq mas'ullar bilan maxsus ko'rish ilib bordi. Ko'rish jarayonida Dolqin Aysa apandi Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining hozirga qadar Sharq Turkiston davosiga, bo'libmi dunyo Uyg'ur qurultayiga ko'rsatib kelgan izchil qo'llashiga va moddiy jihatda berib kelgan turli yordamlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirish bilan birga, ularga dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, Uyg'ur davosining xalqarodagi yangi yuzlanishi, bu yil 11-oyda Pragda chaqirilgan 7-navbatlik dunyo Uyg'ur qurultayining umumiy ahvoli, Qurultayning tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 12-oyning 9-kuni e'lon qilingan hukmnomasining asosliq mazmuni qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Germaniya hukumatidan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilishni talab qilish maqsadida Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan 1-oyning 4-kuni Berlinda o'tkaziladigan birlashma namoyishga Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining Berlindagi a'zolarining qatnashib berishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Yevropa Milliy ko'rish tashkiloti raisi Kamal Ergun apandimga Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini taqdim qilgan Dolqin Aysa apandim, bo'libmi Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining Uyg'ur sud kollegiyasiga bergan iqtisodiy yordami uchun alohida rahmat etish bilan birga, uningga qurultay nomidan sharafnoma va xotira bo'yimi taqdim qildi. Hidoyatullo O'g'izxon apandimmi bu qadimgi ko'rishish jarayonida Sharq Turkiston Ma'arif jamiyatining Turkiyani markaz qilgan O'rta Sharq rayonida va islom ellarida ilib borgan faoliyatlari haqida qisqacha ma'lumot berish bilan birga, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning milliy va diniy alohidaliklarini qo'g'dab qilish uchun ilib berayotgan ta'lim-tarbiya xizmatlari, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz duch kelayotgan turli qiyinchiliklar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Orqadan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi va Sharq Turkiston ulamolar birligi tarafidan Yevropa Milliy ko'rish tashkilotining raisi Kamal Ergun apandimga do'ppa va to'n kiygizildi. Kamal Ergun apandim ko'rishish jarayonida Milliy ko'rish tashkilotining har zaman mazlum Sharq Turkiston xalqining yanida bo'lib kelganligini, bundan keyin yana dunyo Uyg'ur qurultayi boshchiligidagi Sharq Turkiston milliy harakatini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashni izchil davomlashtiradiganligini, 1-oyning 4-kuni dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Berlinda o'tkaziladigan namoyish uchun hozirdan boshlab Berlindagi a'zolari orasida safarbarlik boshlatadiganligini ifoda qildi. Washington Pochtasi gazetining to'nilgan Easton yozuvchisi, tarix va siyosatga oid 14 parcha kitobning avtori va shundoqla Nixon fondi jamiyatining raisi, Chapman Universiteti Qonun institutining qonun professori Hog Hewitt navbatdagi Amerika demokratiyasiga haqiqiy ma'noda tahdid paydo qilayotgan zulmatning Xitoydan kelayotganligini alohida ta'kidlab, Amerika xalqi Xitoydan iborat bu haqiqiy tahdidga qarshi bir yoqdan bosh chiqarishi lozim deb ko'rsatdi. Washington Pochtasi gazetining 27 dekabr sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi obzor maqolasida Hewitt navbatda Xitoyning yolg'iz tahdidlar emas, yana zo'r xatarning beshorati ishkanligini tafsiliy sharhladi. U Bayden hukumatining davlat bexatarligi tushanchisida hali ham bir qator kamtiklikning mavjudligini, bo'libmi Vyetnam urushi mazgilidagi tafakkur bosqichida to'xtab qolgan bir qism kishilarning izchil klimat masalasida yoki qonun orqali idora qilish masalasida peqirab yurganligini tanqidlab, hozir biz uchun eng zo'r tahdid Xitoydir. Bo'libmi rahimsizlikda tangdishi tepilmas Xi Jinping boshlab mengayotgan Xitoy kompartiyasi hozir texnika, harbiy ishlar va iqtisodiy omil nuqtasidan ilib aytganda ayni vaqtdagi Sovet ittifoqi halok bo'lish harbisidagi saviyaga yiqilib qoldi deydi. Avtorning qarashicha Amerika hukumati o'tmishda Sovet ittifoqini eng zo'r tahdid deb qarab kelgan. Buning bilan 40 yillik sovuq urush davom qilgan. Ammo o'tgan 25 yilda Amerika izchil holda Xitoyning bosh ko'tarishini diqqatdan saqib kelgan bo'lib, ularning bu vaqtdagi tushanchisida borliqqa kelgan zo'r o'zgarish Hong Kongdagi demokratiya namoyishini bostirish, Uyg'urlarni qirg'in qilish, g'arazlik holda virusning qechib ketishiga yo'l qo'yish, shuningdek Tayvan bo'g'izida harbiy ig'vogarlik qilish qatorliq ishlardan keyin ondan boshlangan. Texmi muhimi Amerika hukumati bexudlik qilgan hamda bodiqqatini islom oshqulligiga atab holdan ketgan bu 25 yilda Xitoy hukumati Rossiya va Eron bilan mustahkam do'stlik munosabati o'rnatib bo'lgan.
Abdur mushu ahvollarni umumlashtirib, endi biz avlodlarimizga bundaq eg'ir yukni qoldirib ketsak bo'lmaydi. Buning uchun fikr jihatdagi ixtilofni bir yoqqa qayirib qo'yib turib, butkul Amerika xalqi bu o'rtaq tahdidga qarshi ittifoqlik o'rnatishi lozim deydi. Shuning bilan birga Amerika hukumatining davlat xomchut hisobining tezdan Xitoyga qarshi mudofaa ko'rish sohasiga markazlashishi lozimligini ta'kidlaydi. Germaniyadagi ba'zi turk islom tashkilotlari bilan ko'rish ilib berish uchun navbatda Germaniyaning Köln va boshqa rayonlarda ziyoratda bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, muavin raisi Parat Yo'ronqosh, qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkinsun, qurultay vakili Abdusupur Hojim, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sharq Turkiston ulamolar birligining rais vakili Sirojiddin Azizi, ulamolar birligining hay'at a'zosi Aysa Savud, Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif birligining raisi Abdurahmon Abdullah qatorliqlardan tarkib topgan hay'at 28 dekabr kechda Duisburg shahridagi Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qilib, markazning qurg'uvchisi va raisi, uzun yillik fidokor kurashchimiz Abdujalil Qaraqosh apandi bilan ko'rishib, uningdan hol so'radi. Ko'rish jarayonida Dolqun Aysa va Hidoyatullo O'g'uzxon boshchiligidagi hay'at a'zolari butun hayotini Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashiga atagan. Chet eldagi tunji Uyg'urcha internet tor televiziyasini, Yevropadagi tunji Uyg'urcha gazet va jurnalni qurib chiqqan Abdujalil Qaraqosh apandimning hozirga qadar milliy mustaqillik kurashimiz uchun qo'shib kelgan zo'r fidokorligiga yuqori baho berish va opirin o'qish bilan birga, texi yaqindila yurak operatsiyasi qilinib bolnisdan chiqqan Abdujalil Qaraqosh apandimga Allohdan shifolik tiladi. Abdujalil Qaraqosh apandimning yanida uzun yil birga xizmat qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, peshqadam jurnalist Parat Yo'ronqosh apandimning qilgan so'zida Abdujalil Qaraqosh apandimning milliy tashviqotimizda uzluksiz yangilik yaratishdek jasur ruhidan zo'r ilhom olganligini, Abdujalil Qaraqosh apandimning riyosatchiligidagi Sharq Turkiston informatsion markazi tarafidan tarqatilgan vatan haqidagi uchurlardan va hozirlab chiqilgan dokladlardan xalqaro kechirim tashkilotining o'z ichiga olgan ko'plagan xalqaro tashkilotlar va g'arb matbuotlarining muhim va ishonchli manba sifatida foydalanganligini, bo'libmi chet elda tunji qurilgan Uyg'urcha tor televiziyasi hisoblangan Uyg'ur televiziyasining 2000-yillarning 5-dan toki hozirga qadar programma taqitishni izchil davomlashtirib kelganligini alohida xotirlatib o'tdi. Shu kuni kechda yana Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, muavin raisi Parat Yo'ronqosh, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon, Sharq Turkiston ulamolar birligining rais vakili Sirojiddin Azizi qatorliqlar Köln shahrida ichki suhbat ilib berib, Sharq Turkiston davosining navbatdagi taraqqiyot yo'linishi va Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida muhokama ilib berib, bundan keyin mazkur tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro ittifoqlik va hamkorlikni yanada kuchaytirish haqidagi tilaklarini ifoda qilish bilan birga, har qaysi sohada birlikda ilib boradigan faoliyatlar haqida konkret o'rinlashtirish ilib bordi. Sharq Turkiston milliy harakatining navbatdagi eng asosli va eng jiddiy vazifasining Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish ekanligini ta'kidlashgan tashkilot rahbarlari Uyg'urlar masalasida Xitoyga qartilgan xalqaro besimni yanada oshirish uchun yangi strategiya va yangi plan programmalarni tuzib chiqib, uni tezdan amalga oshirishning to'liq zarur ekanligini ifoda qilishdi. Ondan boshqa yana yuqorqi tashkilot rahbarlari Uyg'ur musofirlari duch kelayotgan jiddiy besim, tahdid va qiyinchiliklar va uni o'rtaq hal qilishning choralari haqida konkret muzokara ilib bordi. 26 dekabr yakshanba kuni markazi Istanbulga joylashgan Sharq Turkiston vaqfining yangi navbatlik saylimi o'tkazilib, vaqfining rais va idora hay'at rahbarlari yangidan saylab chiqildi. Demokratik usulda o'tkazilgan saylam natijasida doktor Muhiddin Jon Uyg'ur Sharq Turkiston vaqfining yana bir navbatlik raisligiga qayta saylandi. Muavin raisligiga Hofiz Osman Qaraqosh, bosh kotiblikka Samo Uyg'ur Bedak, buxgalterlikka Mahmad Qashqarli, moliya ishlari mas'ulligiga Muhammad Nur Turpan saylab chiqildi. Sharq Turkiston vaqfining raisi doktor Muhiddin Jon Uyg'ur bu vaqtda qilgan so'zida vaqfining buningdan keyingi xizmatlarida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlari va irqiy qirg'inchiligini Turkiya xalqiga, Turkiya hukumat organlariga va Turkiyadagi siyosiy partiyalarga anglitishni asosli kun tartibga qo'ydiganligini bildirdi. Muhiddin Jon Uyg'ur yana Turkiyada oliy maktabda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga yordam qilishni davomlashtirganligini, shuning bilan bir vaqtda Turkiyadagi Uyg'urlar duch kelayotgan turli qiyinchiliklarni imkoniyat yor bergan doirada hal qilishga tirishchanlik ko'rsatganligini bildirdi. Bu saylamga qatnashgan Sharq Turkiston vaqfining mutavalli hay'at a'zosi va Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi doktor Erkin Akram qilgan so'zida o'zining Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatan vaqfining Muhiddin Jon Uyg'ur boshchiligidagi yangi rahbarlik hay'atini tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Sharq Turkiston vaqfining marhum Isa Yusuf Olibtekin tarafidan Turkiyada eng boldir qurilgan Sharq Turkiston nomidagi vaqfi ekanligini ta'kidlab o'tdi. U yana bu vaqfining muhojiratdagi Sharq Turkiston davosida ilib borgan xizmatlari,
Uyg'ur o'quvchilarni universitetlarga o'rinlashtirib yetishtirish, Turkiyaga kelgan Uyg'urlarning iqomat ishlarini hal qilish degandek har taraflama sohalarda muhim xizmatlarni qilib kelganligini eskartib o'tdi. Doktor Erkin Akram Sharqi Turkiston vaqfining ko'p sonda Uyg'ur o'quvchilarni Turkiyaning turli universitetlarida o'qitib yetishtirganligini alohida tilga oldi. Uning bildirishicha, bu o'quvchilarning ba'zilari hozir Turkiyaning o'xshamagan universitetlarida o'qituvchi bo'lib xizmat qilmoqda ekan. U o'zining Sharqi Turkiston vaqfining yordami bilan Turkiyada o'qib yetishganligini va hozir universitetda o'qituvchi va strategiya mutaxassisi bo'lib xizmat qilayotganligini misol qilib ko'rsatdi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa apandimmi oldingi kuni Sharq Turkiston vaqfining raisi doktor Muhiddinjon Uyg'ur apandimga bevosita telefon qilib tabriklash bilan birga vaqfining bundan keyingi xizmatlariga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qildi. Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Komitetining bu yil 11-oyda Pragda chaqirilgan 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayidan keyinla Germaniya va har qaysi ellardagi Uyg'ur yoshlari orasida boshlatgan uchrashuv va suhbatlari davom qilmoqda. Yaqinda Qurultay Yoshlar Komiteti Turkiyadagi bir turkum yoshlar bilan maxsus to'r yig'ini o'rinlashtirib, ularni Qurultayning asosli rahbarlari bilan uchrashtirgan. Qurultay rahbarlari Turkiyadagi yoshlarimizning Qurultay va milliy harakatimiz haqidagi turli savollarga astoydillik bilan javob bergan edi. Orqadilli Qurultay Yoshlar Komitetining mudiri Erkin Zunun boshchiligidagi bir hay'at Germaniyaning Karlsruhe va Stuttgart rayonida yashayotgan 20 dan ortiq Uyg'ur yoshlari bilan birlikda Karlsruhe shahrida maxsus suhbat yig'ini uyushtirib, ularga Pragda chaqirilgan 7-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining ruhini yetkazish bilan birga yoshlarimizning Qurultay haqidagi turli savollarga javob berdi va Germaniyada yashayotgan yoshlarimizni Qurultay atrofiga zich uyushib milliy harakatimizga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni rasmiy qonunga aylantirganligi dunyoning har qanday ommaviy axborot vositalarida yoritildi va ularning qiziqarli temalarining biriga aylandi. Shu jumladan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanishi rus tilli matbuotlarda yoritilmoqda. Center Asiya axborot agentligida e'lon qilingan Biden go'yoki majburiy emgakni foydalanganligi sababidan Xinjiang importini ma'ni qilish haqidagi qonunga imzo qo'ydi nomli maqolada aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari bir necha qitim Xitoyning Sharqi Turkiston aholilarining huquqlarini buzganligi bilan ayblab kelgan ekan. Xitoy 100 minglagan Uyg'urni va boshqa oz sonli millatlar vakillarini ig'ir jismoniy emgak bilan shug'ullanishga majburlaganligi uchun Amerika boshliq ba'zi g'arb ellarni Xitoyni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi bilan ayblagan. Rossiyaning inovatlik axborot agentliklarining biri RIA Novosti to'rida berilgan Biden Xitoy Xinjiangdan bo'ladigan importni ma'ni qilish to'g'riliq qonun imzoladi degan maqolada Amerika tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan harakatlarining irqiy qirg'inchilik deb baholanganligi tilga ilingan. Maqolada Xitoyning barliq ayblashlarini keskin turda inkor qilgan bo'lsa-mu, ammo buning dalil isbotlari ko'rsatilmagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.